Assalamu alaykum, qarindoshlar, yaxshimisizlar? Ozroq bir narsa so'zlab qo'yay. Biz o'rta maktab o'qiyotgan vaqtimizda, to'liqsiz o'qiyotgan vaqtlarimizdami, mana Dönkörekninki bir Tunga masjidi var, Dönkörek tarafdagi. Shu Tunga masjidning o'dili tarafda bir pochtxona ve bir universal bir narsalarni sotadigan, yemek-içmeklarni sotadigan bir do'kon bordi. Shu do'konda Xolida ismli bir ayol ishlaydi. O ayol keyin to'satdilla bir maqola e'lon qildi-da. Maqola emas, bir kichik bir narsa e'lon qilib, Uyg'urlarning do'ppi kiyishi mandaq shaklda emas, 4 jasa, kesakda kiydigan oshindaqdi deb turib bir maqola e'lon qildi. E'lon qilgandiki bu radiolarda e'lon so'z ovozliq so'zlandi, ovozlashtirildi. Buni degan shundoq ziyorat qilgan bo'lib ketdi. Shuning bilan bu Urumchi kashlik gezitga yo'tkilib ketdi. Odatda u yerda sut sotadigan ayoldi. Biz xeyli vaqtlarcha biletlik, normalik sut olatdik. Urumchi cho'ng'og'alar biladi. Shuning bilan bu ayol deganni ko'plab tashviq qilgan bo'lib ketdi. Onadikinlar ma Uyg'urlarning do'ppini rombi shaklida chiroyli kiydigan, men odat kiymangu. Ashtaq kiyishni to'satdillar kesakda kiydiganga, kesakning qilibida kiydiganga almashtiryapti. Uning asosiy mazmuni Uyg'urlar aslida do'ppini mushtaq 4 jasa maqcha aytib kiydi deganni o'tirib qo'ygan ayol shudi. Shuning bilan jiq odamlar o do'ppini mundaq kiyish kerak, ondaq kiyish kerak deb bo'lib ketdi. Momam rahmatlik nimada o'ltamga eshak tepgandek bir nima yozgan bir nima doma bu. Deb başta tozaladurush ekan degani esimda. Chunki momamlarning do'ppini kiygan chog'da munda shaklda kiyib, anadagi uzun chochlarini o'rib munda yo'gab turib, munda aylantirib turib tushgan rasmlar shunda chiqdi. Momamning tuqqanlarining, do'stlarining degandek. Shuning bilan do'ppi munda shaklga agashdi jiq odamlar. Yanalar chiroyli munda burunqida kiydiganlar yanalar bor. Qandaq 4 jasa. Dolqin Isa'mi kiydiganlar texim 4 jasa kitidi munda kiygan odamlar. Qarsangiz yüzning 4 jasa odamlar texim 4 jasa kitidi qanda. Bizninkilar tezdim bir narsaga agishadigan bir xil xuy yetilib qapti dedim. Agar aqlingizga o'rilib turib bir o'ylab baqsanglar, bizning cho'nglarning rasmlari va bir oilaviy muhitlari cho'ng bo'lgan odamlar bo'lgandikin biz cho'nglarniki nimish qilganligi, qandaq bir ko'z qarash ekanligini ba'zan narsalarga g'ayri bir illatlarga qarshi qandaqroq bir pozitsiyada bo'lganligini biroz eslab o'tatdik. Mushu sirtqa chiqqandan qarab baqsanglar, nima degan jiq san'atchi, nima degan jiq usulchi, naqshchi, duttachi, davoning ichida dutta chaldiganlar shunda jiqqo, bir qarshi shunda ko'ngil elishqidak Uyg'urlar rostlayga dadi yo'q kerak, usul o'ynab, naqsh etib, mush dutta chalib o'ltagan bir millatda ko'rsatib endi. Hozircha shu. Anadaki mında o'ylab baqsam, vatanda hech nima qila olmaydiganlar, naqsh baxshig'i, zatata, bizning muqam ansabili, ne naqshchilarimiz, ne usulchilarimiz bayalarda mavi midozdaklar hergiz u yer fursatmi bo'lmaydi. Yaponiyaga berib o'ynab ketdinglar, pulinglar yetmay asha tilamchilik qilib, yaponiyalik ayoldan pul tilab xashligininglar, hey. Ajoyib bir adam disim nomusqigidek darajada. Anandikin mavu Germaniyada kampus sotgan bir nima yana paydo bo'ldi. Jintib ketgandaklar paydo bo'ldi. Vaqtida degan doyingchilar degan osh degan yog'dirib etdi, so'zlab ketdi, jiqlar, voy mo degan mondaq qildi deb degan. Unadiki jimjit yo'qolib ketdi. Endi to'satdan yana Fransiyada paydo bo'ldi. Fransiyada xeyli kun men oldidagi naq maydonimda men degandim, oshad usul o'ynab yuribdi, shuningga gaqimamsa deb. Endi Germaniyadan vazifasini tamamlab,
Fransiyaya verip uzun sertlige bir mening chiroyiningki. Hamman midoz chiroy kipse rasmiy midozdaklar. Midozning nimish ustixini yo'q deb bir radio nimasi bordi. Dramasi. Voyjon. Aşının o'xshashli siqib qolgan bo'ldim men. Birini tugitib, aş zanjirsimon ish bor biznikilarda. Izzamı tatmidi liqila. Ko'rdilar, yana ko'rdi. Aşını ko'paytib beliqi tunöge Wang Wenbinninkini bir chiqarib qo'yibdi ekan, to'qman degandim. Bu qarliq tashlabdi-da endi. Fransiyada usta o'ynab yurganda anınga qarliq tashlabdi. Endi kim bu qarliqni taqsiga olaki desam, Fransiya Uyg'ur birligi bayonot e'lon qilib qo'yibdi. Fransuzchimi qilmabdi keyin. Uni faqat ko'rib baxmabdi-ku ular. To'rdi bor ya. Qanday shaklda taqsiga oldinglar, uni bilgili olmaydi. O'zinglar ko'nglinglarda bu bek to'g'ri ish qilgandek bo'lasizlar, lekin shu orqali Uyg'urning diqqatini yana endi ma'vo kampitdan usulchi qarab o'timiz endi. Ikkinchi salohiyatga qarab o'timiz. Men hozircha mana bir xulosalab baqay. Kuni necha kundan oldida men Xitoyning ayliqi Shangjun dasturi deganni chiqarib qo'ydim. Ashining ichidami ayliqi millatlarni, xalqni deb olganda charchitish kerak, kambag'al qoldirish kerak deb turib, shunda bir narsaga mashg'ul qilish kerak, siyosatdan yiroq turish kerak deb turib, ashunda yozilgan. Uyg'ur ashining ichidagi qaysi kategoriyaga tushmagandi? WhatsApp toplarida tetiksiz Uyg'urning hammasi ishtonni sevatgan ayollardek, Uyg'urning hammasi yilqindaqlardek, ashundaq bir xil numussizlarcha bir narsalarni so'zlaydigan bir nimalar bor. Ularga nerede vazif kelib, mushundaq temalar o'tirg'i tashlandi, mana bir ishlab baqsanglar bo'ladi. WhatsApp turmisi deb turib, necha vaqtni yoqdi WhatsApp turmisi deydim. WhatsApp turmisidagilari ashuning ko'ngan. Xitoy rost kuchli o'xshaydi, Xitoy rost munda xo'p ketgan o'xshaydi. Shuning uchun deb turib, umidsizlantirish degandek temalar shunday jiq chiqdi. Xitoylarning jiq tijoratchilaridan tortib o'tiral Allıqdikilari Amerikaga, u yerga, bu yerga qechiyotgan chaqda Uyg'urlar vatanga qarab usul o'ynaydigan bo'lib ketdi. Eliq vatanga berib olganlar degan, eliq do'ng'ish degan, eliq o'ynab ketgan usullari, eliq ko'chaga chiqib usul o'ynaydigan bir millatdek biz ashundaq ko'rsatib Uyg'urlar shunda baxtli, Xitoy Uyg'urga hech qanday zulm solmagandek shundaq bir qaynoq vaziyatni yoritish uchun vatanning ichi va sirtida shundaq bir paralel epiratgan har xil o'yinlar bor. Bununla ama Avrupa to'g'ri kelgan o'xshaydi dedim. Avrupa oldin qatim dinji dilima Norvegiya orqali chiqarilgan, endi uning oldida kampitchi dili Germaniyada endi Fransiyaga o'tdi. Yana nega keldi uni qilolmaydi. Azroqla o'ylab baqsaq, nimishqa mushundaq narsalar bizga toshlanadi, nimishqa erishimiz degan narsalarga ozroq olsin bir javob topa olaydik. Davomliq oddiy bir narsa. Maqatim qisi shu, Wang Wenbinlarga qorliq tashlabdi Fransiyadagilarga. Shundaq qo'yayba. Uni tezdan chiqarib, uni ko'paytib turib taqitish kerak. O vazifa nihoyat yaxshi o'rinlandi. Xitoyning haliqi Tishunjan, uchur jengi har xil shaklda Uyg'urlarning orasiga tashlanadi. O'xshamagan saviyadagi qatlamlarga ayirib turib tashlanadi. WhatsApp to'plarga boshqacha, Facebookga boshqacha, ashundaq. Anandikin bir uzun minach estirimni ko'ryapti. Bir ay ilgari bir video taqaldi. O videoda mushoyliqi qurolliq askarlar, Uyg'urlarning askarlari chiqarilgan bir videoni tarqatdi. O videoni tushirib, do'stlar qarab, muaning ichida Ispaniyaningki ambulans mashinasi turdi. Jiddiy qutqizishninki mashinasi turdi degandek, bunda oqiga serib turib qarsam rost. O videoni buningga chaplab, bunikini uningga chaplash jarayonida ozroq qarab o'tmabsizlar. Yüzünler kızamaydı. Aşında halatda oturup bir narsa çıkırıldı. Anandikin bizninkilerin ergeç küçülerine bunda qarab baqsanız sanaqlıq netisi var.
g'ayri ismdikilari. Agar shularga ergashsangiz, nereden chiqayotgani aypis chiqadi. Burunlarda biz mavayliqqa ishqili diqqat qilib, buning sababi ustida izlanmabdi ekanmiz. O shundaqdimi, Xudoga shukr, qolaymiqan so'zlamabdi ekanman men. Qalayımqa sözləməbdi ekanman. Aş dixan kalendari bo'yicha, kalendar bo'yicha tashlanadi, dinji dili, aş har xil jidallar Uyg'urlarga aş zidqi degan temalar deb turib degandim. Anandikin charchitish uchun birdan u saylam, birdan bu saylam, aş necha to'qtoq nechisi bor. Aş tinmay, nomus qilmay aş Facebook tarat xanda o'ltiribmi, bir nima saylaydigan darajaga yetdinglar hozircha. Haligi yotganning ichida turib ko'rdik-ku, ashundaq. Elaqi bir narsadan qutulaman desa, adam kambag'allikdan qutulaman desimi tirishidi. Elaq Afrikada bir sinoq olib berib ekan-to'q, kambag'allikdan qutqizish, ocharchilikdan qutqizish deb turib pul taqitib, menda bir ishlarni qilinglar deb projektlarni o'tirib qo'yib qilsa, ash pulni taqatgan aman elaqi to'y, bolalarning to'yini qilish, uni qilish, buni qilish, hol qilish, yana bir elishlar mashg'ul bo'libdi ekan. Odam o'zgarishni xohlamasa, bu qanchalik yordam qilsin bekor ekan, o'rtirmasa, adam yordam qila olmaydi ekan deb turib, ash tadqiqotchimi, ash Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan degan shunda jiq tadqiqotchilar yordam qildiganga ash yerga berib ekan-to'q. Basima, elaqi poshidan, bek poshijiq bir yerga beribdi-ekan. Nimege Kongo'ga deymi. Bağan vaqtida shu pashilikni, ishkirda o'qib baqanlar bilsizlar, bizning pashilik vaqti, pashijiq demiz Shanxayda. Biz yotoqlarga kirib oldigan. Shuninglar pashidan mudofiyalanish uchun da bir pashilik deb to'rdak bir narsa vaqti qarvatqanda nim qilib qo'ygan, bekitib qo'ygan. Ashunda pashiliklarni olib turibdi. Apasi ayliq pashiliklarda to'y kiyim yasa tikib kiygan gap. Şunun bilan bu adam o'zi o'zgarmasa biz yordam qila olmaydi ekanmiz deb voz kechganlarmi jiqgandik. Uyg'urmi o'zi o'rnidan turib, ash ahmoqlarcha bir narsaga ergashishni tashlasa, anandikin bir yerdan yordam keldi. Xudomi uyda o'ltirib, jaynamozda o'ltarsang, nerdan bir nima beradi, osmondan birim tushamda. Rosa mavi ilaldan taqtidir ras. Türkiye'de yamancık taqtıldı. Elqi o Çerkovdan, Mayadan, Oyadan. Elqi Uyg'urlarning o dindiki bu dindikilarni tillaysa-ku, nimish tillaysa, ashlar teppa kelganda yeysizlar ku. Bismillah deb qo'yibsizlar, halol bo'ladi deydigandek. Ashundaq. Shuning elqi bir ozroq bo'lsa-mu tegini taktini bir surishtirib beqinglar. Odam degan mav, bav bo'lgandikin ishiltib baxmasa bu nima hamda buning ishchilikisi? O'mashli bo'lmamdi. Yana bir necha zadroshkova, tanmay bir narsaga yetdi. Donqan piti inkaslarcha o sababsiz emas, o vazifalik tashlanadi. Elqi mushu temalar bilan munosabatsiz bir inkasdan paydo bo'lishiga ergishib beqinglar. Shu odam nima uchun mushu inkasni amaliyotda dötligidan tashlamadi, uningga tushunmaganligidan yozmayotdi u yerga inkasni. Vazifalik anadagi oyadagi qog'onlar kirdi u yerga. Undama deb turib. Eliqi Turkiyadagi eliqi faoliyatlarni dog'dug'liq qilgan bilan eliqi rasvochilig'lar. Gap qilay desa gap jiq. Eliqi yan diqqatni men burab qolmay deb o'ltirib gap qilmaslik qitirishima ba'zida-chu. Uyqumizni ozroq ichib man nima uchun tashlandi? Bu tekrar tashlanyapti. Bu kalendarda yana nimalarga navbat keldi? Uyg'urlarni majburlab Xitoy bilan to'y qilish degan 2018 da bir chiqqandi. U vaqtida bizni ishinatdik. Endi to'y qilg'isi kelganlarni bu chatallarga nisbatan qaysi millat bilan to'y qilsa o'zining ishi emasmi deblar tomg'ini besib qo'ydi. Qaysi dinga e'tiqod qilsa o'zining erkinligi emasmi deydi. U jidal bizniki o'z dardimiz u emasdi. Masjid derdi emas yoki u bu emas. Bizning dardimiz tuproq da'vosi-ku. Uni tashlab o'tirib, egilik huquq da'vosini tashlab o'tirib, tuki yo'q bir narsalarga kirishga shunchalik erisman.
Ballarını Uygurçada naytı bir aşı mükemmel kıvitip anandaki ana tilininkini kısan buladı. Aşağıda çay oynap, elik ballarını saklıgaş otup cidel, elik uşak pitne, aşında kıgıca, elik çaylarındaki görünüşlerinin setlik altında, naytı körümsüz halette oturgu çıkışı. Zadat baksanlar buldu azrak olsun ey. Uygurlar derdi yediti. Vatanın iyisi vatanda. Lekin biz faqat bir ovoz olup hozir kadar mushundaq vaqtdimi bu shaq usloynab naqsh aytib dutta chaldiga deganni ko'ztiyotsa, tinmay ko'ztiyotsa. G'itildab degan halqi Dunyo Uyg'ur qurultayinikilarning o'ynab ketgan usullaringlar. Torga chiqqina avu torga chiqmaganlarni ba'zilar tatib qo'yib, ivatib qo'yib degan. Satlishib ketinglar bellaringni oldin to'lg'ab ey. Xudoyim. Ish qilibchu, biraz bir immunit kuchimizni o'sim oshirayli. Nemish bo'latidi? Nima mavu? Dijital takror tashlanadi. Ma qapoq qoli ishlamamdi deb turib qilib baqsanglar bo'ladi. Rabia Qadirim usul o'ynab bo'p ketgan qo'y erkin Xitoy bilan. Chiqirib qo'ygan. Voy nelar bor. Birsi-birsinlarga qirsanlarni aytib degan. Xudoyim to'g'ri desam to'g'ri. Cho'p odamlar ey. Bollaringlarni oldimda musqisanglar, satliginglar qo'saq degan nada? Bir yerleringlarni yig'ishtirib o'ynanglar, o'ynasanglarchu. Xudoyim tova. Hech kim ko'chaga chiqib o'ynamaydi. Endi ma yana chiqyapti, takror chiqqan narsa takror aldansak, o mishadili ko'zak bo'ldi. Ya kallida chataq, ya vazifa shuni xohlaydi, shuni cho'qim bija keltirish kerak. Shuning uchun shunday bo'ldi ekan. Agar aqlishimiz sal joyida bo'lsak, silkib turib to'xta. Men mani taqatmay, men maniga chekit bermay, maniga agashmay degan bo'lardik. Oy, taqvochilarning G'ulom Kamalkun so'zlaganda naydi bir kulgim kelganda so'zni ba'zi bir narsa esimga kelib. Taqvolarningki Xitoyga qanchalik omroqligini. Nimada Gollandiyada bir qarajim bor, qarajim. Oshininki bir doyingda qizlarni degan yo'ginib olgan qizlarni qilib turib chiqirib to'qonlarga ko'rsatmoqchimi yo o'jisiga ko'rsatmoqchimi bilgin olmaydi. Aşında çıkan bir videosunu çıkarıp iverdik ki vay kök bayrağını götürüp manda kılış gerek manda aram dep sözlep ketken insan doyundaki kıyafeti karap vay Allah bereket o diyendekler ahir aşağı doyunu çıkıp mı rahmetullahi bereket o devetken bolsan texim kızı kulattı Xitayçı desem tehe Tungala Xitaycha o'qiydi-ku. Ma Turkiyadagilar mi shu? Anandiki neliqi Bahram Sintash. Qarab baqay achanga, Achang degan neliqi. Kulgim ketgan tashlar. Mo'sheliqi Erkin Asiya radiosidagilar o'zinglar yezayotgan narsalar o'zinglarning g'idiga ketadigan-da. Oy, masxaranglar. İşinamdığan domani yazganlarımızga, işlegenlerimizge qara deb. Xotini Xitoy, Xitoylar Uyg'urga axloq tarbiyasi, millatchilik tarbiyasi haqida bir narsa so'zlab ketsa, odamning rost kayni bilan kulaydisimi? Qarindoshlarim, ozroq bir kalimizni ishlatib qo'yaylikmi? Beshinchi so'zlab qo'yay. Yana chiqib qolaman. Juma qarindoshlar. Rahmat sizlarga.